Kashani nechun suyuq shaklda butilka orqali biz ichirmaymiz? Bu xato. Hozir tushuntirib beraman. Biz prekorm boshlagan payti, prekorm bu donishtiradigan ovqat yedirib boshlaymiz. Bola ovqat o'rganishi uchun biz qoshiq orqali beramiz. Butilkaga biz kashani zatgan paytimiz, uni suyuqatib ichirganimizda bola do'yg'onni bilmay qoladi. Ko'p miqdorda ichib qolishi mumkin va ichak sistemaga bu zarar, nagruzka bo'ladi. 1 yoshgacha baribir asosiy ovqat ona suti yoki smes hisoblanadi. Bu narsalar qo'shimcha ozgina yedirishni o'rgatib turamiz. Bola prekorm yeyapman degan tushuncha ega bo'lishi uchun biz qoshiq orqali ovqatlantiramiz. Qoshiqda yegan payti kasha quyuqroq bo'ladi va birinchi navbatda qoshiq bilan yeyishni o'rganadi, ikkinchi navbatda quyuq shakldagi narsani yutishni o'rganadi. Kasha variantda. Bu ertang уже novga keladi, ovqat bilan smes yo ona sutini farqlasha keladi. Keyinchalik mening bolalarimiz agar biz faqatgina shuni suyuq shaklda ichiraversak, ichib o'tiribdi-ku deb ongsak bu narsani berish olib boradi maqsad o'ng'ayli, lekin xato. Bu narsa o'rgatsangizlar, ertang bola quyuq ovqatni yeb bilmaydigan bo'ladi, qoshiqni yaxshi ushlashi orroqda tursin, quyuq ovqatni yutib bilmaydigan bo'ladi. Shuning bolalarimiz ham bor. Shu bo'lmasligi uchun sizlar prekorm boshlaganda to'g'ri boshlashlaringiz kerak va kashani arka videomda ko'rsatgan niyati quyuqroq shaklda uzatib berishlaringiz kerak bo'ladi. Siz prekorni qaysi kashadan boshlagansiz? Birinchi kashangiz va nechik shakldan boshlagansiz? Shu bilan bo'lishing. Bu videoni yosh onalarimizga yuborib qo'yamiz.